Assalomu alaykum Barselona muxlislari. Mubin Barsa kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda biz Barselonadagi ayrim muammolar haqida gaplashamiz. Bilganingizdek, Barselona hozirda himoya chizig'idagi muammolarga uchramoqda. Bularga yaqqol misol Araujo'ni Chelseaga qarshi o'yindagi yosh bolalarcha qilgan xatosi Barselonaga qimmatga tushdi va Barselona mehmonda 3-0 hisobida alamli mag'lubiyatga uchradi. Ushbu o'yinda Barselona himoyachilari ko'p xatolar qilishdi. Rafinhani jarohatdan qaytishi ham Barselonaga yordam bera olmadi. Shu voqealardan keyin Saudiya ligasidagi devor esga tushadi. Ha, bilganingizdek, bu Inigo Martinez. Inigo Martinez jamoani tark etgandan keyin Barselona himoya chizig'idagi muammolar girdobiga tushib qoldi. Ofsayd liniyasidagi xatolar, yuqori liniyadagi xotirjam o'yini esa yo'qoldi. Barselona qishki transferlar oynasida himoya chizig'ini mustahkamlab oladimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang.